Tojikiston xalqi, assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lganlar, shu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. O'zi umraga borish narxlari qanaqa bo'lyapti, shart-sharoitlari qanaqa, xudo xolasa qachondan qayerga reyslar bor degan obunachilarimizga hamma savollaringga xudo xolasa javob olishlaring mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kuni sizlarga yangilik xudo xolasa videolar chiqarib boryapmiz. Birinchilardan biri ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'ofar akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilar uchun bitta narxlarni tushuntirib bersangiz, qachonga uchish bo'ladi, keyin sharoitlarda to'lov masalalarini bitta tushuntirib bersangiz aka obunachilarga. Xo'p, kunlari avgust oyining boshiga reyslarimiz bor. Toshkentdan 1-avgust, 3-avgustda Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. 5-avgust, 6-avgust kunlariga Toshkent Madina reyslarimiz bor. Xohlasalar Jiddadan uchinglar, xohlasalar Madinaga uchinglar. Tanlov o'zlari. Joylarida birov qilsalar ham bo'laveradi, bemalol aloqaga chiqib. Yo'q, bizga Toshkent uzanlik qiladi. Biz vodiydan uchmoqchimiz deydiganlar uchun Namangandan reysimiz bor. 5-avgust kunga reysimiz bor. Namangan Madina bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar, buni ham chiroyli qilib beramiz. Toshkent Jidda, Toshkent Madina narxini $895 qilib beramiz. Namangan Madinani reysini $965 qilib beramiz. Namangan vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga $965 Namangan, Toshkentniki $895. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni biron qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Endi sharoitlar qanaqa aka borishgandan keyin? Endi sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha gastitsamiz uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar. Lekin o'sha gastitsada avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Undan tashqari 50 bosh xizmati iloji boricha billa borib, billa kelishadi aeroportdan 50 boshimiz. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga, xudo xolasa. Har bitta odamga. To'lovlar qana bo'ladi deydiganlar uchun, Tojikiston ahli uchun to'lovlarimiz mana shu nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Aloqaga chiqib, pasportlaringni tashlab bersalaring, joylaringni biron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib to'lovni qilib bemalol ketaverasizlar. Xudo xolasa, yana aloqaga chiqinglar, qanday yo'laja, qana bo'ladi, hammasini yotig'i bilan chiroyli qilib tushuntiramiz, xudo xolasa. Zo'r, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa har kuni yangiliklar chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Sizlar obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lishlar, kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha